Bismillahirrahmanirrahim. Sura Ankabut. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. İnsanlar iman ettik deb qo'yish bilanla sinalmay tark etilimiz deb o'ylamdi. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imonida rostchillarni cho'qim biladi. Imonida yolg'onchilarni mu cho'qim biladi. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yaman ish qiladiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qechib qutulalaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kimki jihad qiladigan, uning qilgan jihodi o'zining foydasi uchundir. Alloh haqiqatan tamomi ahli jahondan behojatdir. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Şübhisizki iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'qqa chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishlaringlarni xabar qilaman. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Bazı kişiler Allah'a iman ettik deydi. Allah'ның yolida birer eziyet tartsa,
kishilar tarafidan yetgan kulfatni Allohning azobi bilan o'xshash biladi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Alloh jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Allah müminlarni çoqum bilidi. Munafiqlarni mu çoqum bilidi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Kafirlar müminlerge bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga agishinglar. Sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Kafirlar müminlarning gunohlaridan ozroqmi ustiga ololmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ular özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini, yani özlerinin günahlarını ve azdırğallarının günahlarını üstüge alıdı. Kıyamet günü ular özleri oydurup çıkan yalgan sözleri üçün sorakka tartılıdı. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligiga chin putmadi. Ular zolim bo'lganliklari, ya'ni kufrida va gumrohlikda chin turib, o'zlariga zulm qilganliklari uchun Alloh ularni to'pon balosi bilan halok qildi. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Biz Nuhni va kemidagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. To'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ İbrahimni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Sizlar Allah'ni qo'yib butlarga ibodat qilisizlar. Butlarni o'z qo'linglar bilan yasab olgansizlar. Butlarning qo'lidan foyda ziyon kelmaydi va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytirilasizlar.
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan menga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazasizlar. Sizlardan ilgirki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkor qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga mu shundoq azob nozil bo'ladi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishlik qilib yetkazishdir. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ular, yani inkor qilguvchilar, Allohning mahluqotini dastlabda yo'qdan qandoq borliqqa keltirganligini, ondan uni o'lgandan keyin tirildirdiganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoqmi inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Aytqin ki, zeminde sayir qılınlar. Allah'ның məxluqatını qandaq qılıb, yoxdun bar qılğanlıqıga qaranglar. Ondan Allah ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Allah xoligan odamni jazolaydi. Xoligan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytarilasizlar. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sizlar mayli zeminde bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ның ayetlerini ve onunla mulakat buluşni, yani ahiretni inkar kılganlar, ani şular mening rahmetimden naümid boldi. Ani şular qattiq azapqa duchar bo'ladi. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. İbrahim'nin kavminin cevabı, İbrahim'ni öldürünlar yoki köydürünlar deyishdan iborat bo'ldi. Allah uni o'tdan qutuldurdi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda, Allah uningga o'tni so'rin va omon joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. İbrahim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agash turguchilar agash kuchilardan oda juda bo'ladi. Agash kuchilar agash turguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Lut İbrahimga iman eytdi. İbrahim eytdi: Men çoqum Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman. Ya'ni Allohning roziligini izlash yuzasidan vatanimni tark etib Alloh amr qilgan joyga hijrat qilib boraman. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. İbrahimga İshaqni, Yaqubni ata qildik. Ya'ni İbrahim alayhissalom xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand Ishoqni berdik va Ishoqning o'g'li bo'lgan navrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ata qildik. Ya'ni jam'iy dillarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Lutni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi mundaq qabih ishni qilgan emas. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sizlar haqiqatan livota qilamsizlar, yo'llarni to'sib bulangchilik qilamsizlar. Sorunlaringlarda ochiq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Uning qavmining javobi: Agar sen rostchillardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin deyishdan iborat bo'ldi. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Lut: Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzuqchilikqa cho'mib ketgan dedi. وَلَمَّا جَاءَ
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Elçilerimiz, yani perişteler, İbrahim'ga farzand berilishdan iborat xush xabar elib kelgan chog'da ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. İbrahim u shaharda Lut borgu, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi, bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lutni va uningga agashgan mo'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrida qavmiga ham nafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Bizning elchilarimiz Lutga kelgan chog'da Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi, sen qo'rqmag'in va qayg'urmag'in. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Düşünadigan qavm uchun ibrat qilib, uningdan, ya'ni shahar xarobasining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Madyan aholisiga ularning qerindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. Shuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar" dedi. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular o'ylarida o'ltirgan peti qaytib qelishdi. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Adni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'u joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egilari edi.
lekin ular takabburluk yüzüsidin ahlini joyida ishlatmadi. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Dünya dəbnisi nurgun Qarunni, Fir'avnni və onun zulümdə yardımcı bolğan vəziri Hamanni halak qıldık. Şübhəsiz ki, Musa ularga roşan möcüzelerini elip geldi. Ular zeminda çoğunçılık kıldı. Yani Allah'a ibadet kılıştın, peygamberge itaat kılıştın, boyun tavlık kıldı. Ular azabımızdan kaçıp ketelmedi. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bu günahkarlarının her birini günahı tüpeylidin cazaladık. Ularının bəzisiga taş yağdırdık. Ularının bəzisini qattiq tavuş halak kıldı. Ularının bəzisini mal mülkü bilen koşup yergi yutquzduq. Ularının bəzisini suda g'arq qildik. Allah ularga zulüm qilmadi. Lekin ular özleriga özleri zulüm qildi. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Allah'ını koyup butlarını mabud qilib olganlarning misoli öy yasagan ömüçükning misaliga o'xshaydi. Ya'ni ömüçükning öyi uni issiq soğuqdan qo'g'diy olmagandek, ularning cho'qinayotgan butlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Öylärning eng ojizi ömüçükning öyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlarga cho'qinmaydi. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Allah, ular Allah'ni taşlap ibadet kılıvatkan nersini obdan bilidu. Allah g'olibdir. Hikmet bilen iş qilg'uchidir. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Biz insanlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushunalaydi. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda mo'minlar uchun Allah'ның birligini ko'rsatadigan dalil bor. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ey Muhammed, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin, namozni ta'dil arkon bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Allah
qilayotgan hamma ishinglarni bilib turadi. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'uvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. İy Muhammed, şuningdek, ya'ni sendin ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sanamu kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlarla inkor qiladi. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. İlgari sen kitap o'qishni bilmayding, xat yezishni bilmayding. Mubada sen kitap o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, u chaqda haqqi qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Undaq emas. Yani iş zalimlar guman qilgandek emas. Qur'on ilim berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlarla inkor qiladi. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ular nimishqa uningga Parvardigoridan mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkora ogohlantiruvchiman. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhisiz rahmat va vaz nasihat bor. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Aytqin ki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ishkanligimga guvoh bo'lishqa
Allah kifoyidir. Allah osmonlardagi va zemindagi hammani bilib turadi. Butga ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ular senden azapning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azab albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azab cho'qim ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut keladi. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ular senden azapning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisiz ki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qo'rshab turg'uchidir. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O kunda azap ularni ustilaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. Ey mümin bendelerim, mening zeminim haqiqatan kengdir. Mağılı ibadet kılınlar. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Her bir candar ölümning ta'mini tetiguchidir. Ondan bizning dergahimizga qaytirilisizlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. İman eytqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilərni cənnətnin ostidan o'stanglar eqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ular hijrat qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Hamma ishlarida Parvardigoriga yo'linadi. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nurgun hayvanlar öz rizqini ustiga ololmaydi. Ya'ni öz rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularni va sizlarni Allah rizqlandiradi. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi? Kunni va oyni kim bandalarning manfaati uchun bo'ysundurdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
İnnallaha bikulli şeyin alim. Allah bandalardan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladi ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tor qilmoqchi bo'ladi ekan, uni tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi pokitlar bor bo'lganlikdan jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dünya tirikçiliki faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chog'larida Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Allah ularni omon esan quruqlikka chiqargan chog'da bala qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga sherik keltirdi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ular bergen ne'matimiz, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga noshukirlik qilib baqsin, qolgan ömürleridan bahriman bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgusida beradi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Ular, yani müşriklar görmemdu ki, biz haramni aman joy qildik. Halbuki, ularning atrofidagi kishilar asir eliniyotidu va o'ltirilyotidi. Ular botilga ishinib, Allohning ne'matini inkor qilamdi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Allahqa yolg'onni chaplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdimi zolim odam bormi? Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilar